texnika mo'jizasini ko'rganman u, lekin bunaqasini bir sotuvda ham 4 ta qavatli xonadon qursa bo'ladimi o'rtoqlar? Mirzo Ulug'bek tumani Salkosiga kelganimizda mana bu xonadonni ko'rib og'zimiz lang ochilib qoldi. 350 kvadrat metr neoklassik uslubdan ta'mirdan chiqarib o'zini terrasalari va 4 ta uroveniga ega ekan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bir sotuvga qanaqa qilib 6 ta xonali 4 ta urovenli hovli qurish mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda umumiy sanuzillar, chiroyli bir mehmonxonalar, birinchi qavatda o'zida 3 tadan xona bo'lyapti. Bu tomonda chiroyli yotoqxonamiz bo'lyapti. Ichkarida bu tomonda oshxonalarni ko'rishingiz mumkin. Hovlisiga qaragan oynalar bor. Inshaalloh men ham oilamga mana shunaqangi kompaktni xonadonlar qurib beraman. Hovlisi katta bo'lmasa hamchi, maza qilib yashasa bo'ldi, komfortli bo'lsa bo'ldi deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Yaxshi niyatda. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu tomonda ota-ona yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Ichkarida garderobi ham bor, sanuzeli ham bor ekan o'rtoqlar. Mirzo Ulug'bekni bilasizlar, sotiga qimmat joylardan hisoblanadi, lekin narxini arzon qilib berib yuborishar ekan. Hozir 1-avrelgacha sotib olgan odam ancha puldan yutib qoladi. Bu tomonda ko'rasizlar, ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xonamiz qilingan, ikkitasini o'zini balkon qismlariga ega, maza qilib yashashga tayyor holatda. Endi 4-uroveniga chiqqanimizda katta bir terrasasi. Maza qilib shashilab pishirib, yozgi kunida salqingina o'tirsa bo'lar ekan. O'rtoqlar, 270 mingga o'rtadagisini, burchakdagisini bo'lsa 300 mingga berishyapti. Narxini yana o'tib bergan joylari bor ekan. Shu videoni yaqinlarga tez devorib qo'yinglar, hammalarga nasib qilsin.